O'zbekiston madaniy merosini asrash va uni kelajak avlodlarga yetkazish borasida olib borilayotgan ishlarni qanday baholaysiz? Bu ishlar O'zbekistonda juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Ba'zi madaniy meros, obidalar hammasi himoyaga olingan va davlat yetarlicha mablag'larni ajratib, bosqichma-bosqich ta'mirdan o'tkazadi va sayyohlar uchun ularni moslashtirib, ayirboshlashga, turizmga xizmat qilyapti. Shuning uchun ijobiy deb hisoblayman. O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi madaniyat va san'at sohasidagi hamkorlikning so'nggi yillardagi rivojlanishini qanday baholaysiz? Bu ikki barodar davlatlar orasida oxirgi 8-9 yilda munosabatlar rivojlanib borib, madaniyat va san'at sohasida ikki tomonlama hamkorliklar rivojlanyapti. O'zbekistondan mana Turkiyada chora-tadbirlar, Turkiyadan kelib bu yerda chora-tadbirlar va o'ylaymanki, bu munosabatlar talab darajasiga juda yaxshi rivojlanyapti va kelajagi porloq deb hisoblayman. Kelgusi yillarda O'zbekiston madaniyat siyosatining asosiy ustuvor yo'nalishlari va maqsadlari nimalardan iborat? Madaniyat maqsadlari deganda, ya'ni bu mana ikki tomonlama teatrlarning hamkorliklari, mana kino sohasida biz mana uyda teleperedacha Turkiya filmlarini ko'ramizda, tajribasi juda zo'r. O'ylaymizki, O'zbekiston ham hamkorlikda mana agar shunaqa kinolarni, teatrlarni va tadbirlarni agar birgalikda o'tkazsa, o'ylaymanki yanada foydali bo'ladi.